kuyovlikka juda ham yaxshi nomzodimiz bor, oila qurishga tayyor va mas'uliyat nima ekanligini yaxshi bilar ekan. Videoni oxirigacha ko'rib, keyin izoh yozsanglar yaxshi bo'lardi. Yoshi 26 da, asli Buxorolik, lekin Toshkent shahrida istiqomat qiladi va ishlaydi. Yevropada sohasi bo'yicha o'qib kelgan va sohasi bo'yicha hozir Toshkentda yaxshi joyda ishlayapti. Mas'uliyatni ko'tara biladi va oila qurishga tayyor deyapmiz. Nima uchun? Chunki otasi taxminan 10 yil oldin vafot qilgan ekan, Xudo rahmat qilsin, va mana shundan beri ota o'rniga ota bo'lib kelyapti. Chunki oilada katta farzand. Ukasini uylantirgan va singlisiga kelayotgan har bitta sovchi bilan bevosita o'zi suhbatlashib, kuyovlarni filtrdan o'tkazyapti. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblarini juda ham ko'pini o'qigan. Shular orasida Baxtiyor oila ham bor. Tarixga juda ham qiziqaman, yaxshi ko'raman tarixni deb aytayapti va baxt taqvoda degan o'zini dunyoqarashi bor ekan. Kelinlikka nomzodlarimiz 23 yoshgacha bo'lsin, ibo xayoli o'rangan va din va diyonatli qadriyat nima ekanligini yaxshi tushunadigan inson bo'lsin deb so'rayapti. Mabodo oramizda shunday insonlar bo'lsa, yaxshi nomzod harakat qilib qo'yinglar deb qo'ygan bo'lardim. Qizingiz, singlingiz, jiyaningiz bo'ladigan bo'lsa ham, xudo xolasa, mana shunday xulosam bor, fikrim. Yaxshi er bo'la oladi va yaxshi ota bo'ladi degan menda nazarimda shunaqangi fikr bor. Bu albatta meni shaxsiy xulosalarim va siz uchrashuvga chiqqan paytda alohida yana suhbatlashasiz, o'zingizning savollaringizni berasiz va uydagilaringiz ham albatta so'rab, surishtirib keyin uzatadi degan umiddamiz. Yaxshi nomzod, harakat qilib olinglar. Bu insonni anketasini bizni yopiq hamjamiyatimiz, yopiq guruhimiz, ya'ni munosib juft degan joydan topishingiz mumkin bo'ladi. Bot orqali ro'yxatdan o'tiladi. Ro'yxatdan o'tish 50 ming so'm. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta shoshilib qolinglar. Undan tashqari, agar siz oila qurishga tayyorman deydigan bo'lsangiz, mana shu ro'yxatdan o'tib, hamjamiyatimizga qo'shiladigan bo'lsangiz, siz bilan suhbatlashamiz. Haqiqatan oila qurishga ko'zimiz yetsa, ertaga bizni uyaltirib qo'ymaydigan xulosamiz bo'ladigan bo'lsa, sizni ham anketangizni boshqalarga tavsiya qilamiz. Hozirgi kunda yaxshi, munosib juftlarni topish qiyin bo'lib qoldi va ajrashishlar o'tgan yili 75 ming, 76 mingga yaqin oilalar ajrashishga ariza berganligi haqida statistika chiqdi 2 kun oldin. Shuning uchun ajrashmaslik uchun eng birinchi navbatda munosib juft topishlik kerak bo'ladi. To'y juda ham yaxshi narsa. Biz to'ylarga million pul sarflashlikka tayyormiz, lekin eng katta omil bu oila qurishda munosib juft topish ekanligini tushunib yetadigan bo'lsak, xudo xolasa eng yaxshi ishlardan shunisi bo'ladi.